mumkin bularni o'z vaqtida ana shunday xavfsiz, har tomonlama xavfsiz ham zararsiz bo'lgan o'yinchoqlarni farzandlarimiz o'ynab katta bo'lsa, ular turli xil kasalliklardan yiroq bo'lishadi. To'g'ri emasmi? Eng asosiy muhim jihati ana shunda. Bular gipoallergenli iplardan to'qilgan va juda ham mahkamda. Buni kir yuvish mashinasida yuvsangiz ham hech nima bo'lmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Kачествоsi o'zgarmaydi. Ana. Ota-onalarimizga bu kabi o'yinchoqlarni targ'ibot ishlari demak ko'rgazmalar orqali bo'lmoqda, shundaymi? Ko'rgazmalar, internet tarmoqlari, Ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Ularda faol bu qizim juda ham. reklama orqali bo'lyapti. Ну, bir marta olgan odam yana kelib oladi. Chunki sifatini ko'rgandan keyin boshqalarga ham tavsiya qiladi. Chindan ham. Shogirdlar ham ko'paydimi endi? Ha, hozir bugungi kungacha 50-60 ta shogird chiqardim. Ular ham davom ettiryapti.